Tahoratni buzadigan amallar. Tahoratni sindiruvchi narsalar haqida ma'lumot bersangiz. Bismillahirrohmanirrohim. Tahoratni quyidagi amallar ketkazadi. Old va orqa avratlardan chiqadigan har qanday odatiy va noodatiy narsalar, bu ikki yo'ldan boshqa joylardan chiqqan oquvchi qon, yiring kabi najosatlar, og'iz to'ldirib qayd qilish yoki tupuk qizaradigan darajada qon qayd qilish, biror narsaga suyanib uxlash, hushdan ketish, jinnilik va mastlik, balog'atga yetgan kishining ruku va sajdali namozda ovoz chiqarib kulishi. Manba Al-Muxtor lil Fatvo kitobi. Vallohu a'lam. O'zbekiston musulmonlari idorasi Fatvo hay'ati